So'nggi vaqtlarda hamma mendan norozi. Go'yoki men ular xohlagandek yashashim kerak. Duch kelgan inson mendan xafa bo'lyapti. Go'yoki men ulardan xursandman. Menga doim qanday yashashni o'rgatishadi. Xuddiki bu ularning birinchi yashashi emas. Ular menga nohaqlik qilishsa, bu yoshlik. Agar biz qilsak, bu jinoyat. Bilasizmi janob aqllilar? Men kechirimlari tugab qolgan insonman. Mendan nimanidir talab qilishdan oldin orqaga, tarixga nazar soling. Endi yana yutqazib, o'zimni o'zim azoblab o'tmoqchi emasman. Xullas, xotirjamlik va beparvolik bilan yengaman. Yengilasiz. Dunyolardan kechgan bo'lsang, alam yoshlar to'kkan bo'lsang